Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Tools Market podpischchilarimiz, biz bugun Samarqandga qaytdik. Xudo xolasa Good King brendiga tegishli bo'lgan yangi ikki xil naborimiz kelgan. O'shani bitta o'zi obzor qilib o'tamiz. Tezda mana bu ikki xil naborimiz qo'shilgan. Bittasi 148 talik, bunisi esa 145 talik bo'lib, 148 taligimizda atyorkalar, mana bunaqa krokodil ключ, utkanos, plastogubцы, kusachka, rashkovый nakinoy kartlar 24 gacha. Bundan tashqari bunaqa tirishotishni kartlari qo'shib berilgan. Afzallik tomoni 32 gacha uzun golovkalar qo'shib berilgan. Bundan tashqari G-obrazniy yulduzcha, G-obrazniy shestigrannik, mana bu oynachasi pastlarni ko'rishga, mana bu magnit uzun bo'ladigan, mana shunaqa chiroyli, mana shunaqa udobniy case bo'lib chiqqan. 145 taligimiz afzallik tomoni 36 gacha golovka qo'shib berilgan. Cobalt granatasini yechish uchun juda ham qulay. Bundan tashqari gaishni rashkovый nakinoy kulishlari 32 gacha. Bunaqa nabor juda ham ko'pchilik kerak bo'ladi. Bundan tashqari mana bunaqa gibki prujina qo'shib berilgan. Katta golovkalar uchun kirmaydigan noqulay joylarga juda ham asqotadi va undan tashqari bunga ham kichkinasidan to 32 gacha uzun golovkalar qo'shib berilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, buni ham narxi 1,5 million so'm, buni ham narxini 1,5 million so'm qilib beramiz. Kimga shunaqa Good King brendiga tegishli golovkalar, naborlar qo'shishlar kerak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilavering. Bu hali hammasi emas, bizni kuzatishni davom eting.